Hörmətli televizor hazır görüyatqanlar Şinjan televiziya stansiyasida Xuyu Madaniyat Taqis şirketi bilan Şinjan Albadar Madaniyat Media çeklik şirketi birleşip İmran Xalqaro Savdo çeklik şirketining qo'llashida yo'l qo'ygan notiq so'zlash tipidagi programma ular shundoq deydi. Biz bu programmamizda har soha, har kasb tanilgan shaxslarni va shundaqla o'z kasbiy sohasida ko'rlarlik natija qozongan shaxslarni taklif qilib, ularning qimmat qarashlari ve hayat keçirmişleri bilen ortaklaşımız. O, Şinjan Üniversiteti Baylık ve Muhit İlmi İnstitutu'nun profesörü. Germaniya Ayıştan Üniversiteti'nin tekliflik profesörü. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Bostanlık Ekologiyası Noqtuluq Təcrübəxanasının tədqiqat tayançısı. Ekologiya ilmi boyunca doktor yetekçisi Ümit Xalıq. O ilgir keyin bo'lib, Abdunum rayon bo'yicha fan texnik taraqqiyotiga alohida to'kib qo'shgan shaxs. Suvchilik ilmiy texnikasini ilgari surish uchun ko'rinarlik to'kib yaratgan shaxs qatorliq mukofotlarga erishgan. O, davlat ichi va xalqaroda 50 qitimdan ortiq ilmiy doklad bergan. 5 parcha kitobi nashr qilingan. Davlat ichi va sirtidagi jurnallarda 70 parchadan ortiq ilmiy maqolasi e'lon qilingan. İlgiri keyin bo'lib, davlat darajalik tadqiqot turidan 3 ga, xalqaro hamkorlik tadqiqot turidan 5 ga, avtonom rayon darajalik tadqiqot turidan 7 ga qatnashgan, ham riyosatchilik qilib tamomlagan. Hozirgacha 4 nafar doktor, 20 dan ortiq aspirant tarbiyalab, barliqini o'quv-o'qitish, shundaqla ekologiya tadqiqotiga beg'ishlagan Molosulliq Armas Bog'van Ümit Xalıq. Bugünkü programımızın aziz mehmini bolsa Şinjan Üniversiteti Baylık Muhit İnstitutu'nun profesörü, ekologiya fanları doktoru Ümit Xalıq efendim, qaşalmız. Rahmet. Ümit Xalıq, yani bizimki ekologiya, muhit tadqiqot sohasidagi ko'z ko'ringan olimimiz. Meniki bilishimcha, bu yaqinqi 10 necha yil jarayonida Germaniya bilan bizning Şinjandagi ekologiya tadqiqot sohasida hamkorlik o'rnatib tadqiqot olib beryapti-da. Bugun riyosatchi azroq boshlab berdi gapni. Aldılan bugungi suhbatga qatnashgan har qaysi anglag'uvchilarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, qimmatli vaqtlaringizni qilib kelibsizlar. Men sizlarga o'xshash yosh shu oliy maktab hayotimni o'tkazgan. Bu yil mana biz 50 dan eshitdik. Meningda bir ziyoli burch tuyg'usi bilan bugungi bu suhbatga kelib, hammalar bilan bir suhbatlashishni muvaffaq topdik. Men bu o'z hayotimda har xil fursatlarga erishib, mayli Germaniya bo'lsin yoki chet elga chiqib o'qish fursatiga erishib, oxiri hozir ko'p bilimlarni olib, vatanga qaytib kelib, o'qitish xizmati bilan shug'ullanyapman. Bu jarayonda shu o'quvchilarni, sizlarga o'xshash oliy maktab o'quvchilarini tarbiyalash meningcha bizning jamiyatimizning ilgarilashida yoki milliy safarimizning yuqori ko'tarilishlarına ait muhim deb qarashqa bugun sizlar bilan belgilik bir tema asosida suhbatlashish va bir tema asosida nutq so'zlash maqsadida bu yerga keldim. Ko'pchilikka rahmat. Mening bilishimcha hozirgacha 20 yil jarayonida ekologiyani, muhitni tadqiq qildingiz, ha? Sizga nisbatan aytgan chog'da, bugungi Ümit Xalıq nisbatan aytgan chog'da, ekologiya degan bu so'z, bu uqum nimadan darak berdi? Ekologiya degan bu so'z endi bizga chatdan kirgan, kiritishi so'z. Buni biz endi bak ilmiy nuqtadan sharhlab kelsak, ehtimol asan qabul qilmasligi mumkin, ko'p televizor ko'rishlar. Hammamiz doktorni bilamiz. Doktor odamning tini kasal bo'lgan vaqtida diagnoz qo'yib davolaydigan bir ilm. Ekologiya degan so'z yoki bu ilm umuman tabiatning doktori desak bo'ladi. Umuman tabiat har xil sabablar tufaylidan chekinsa, buzilsa, buni biz qanday davolaymiz, qanday asl keltiramiz. Mushu mantiqida boshqa turadigan, mushu mantiqida tadqiqot olib boradigan bir ilmning umumiy atilishini biz ekologiya deb ataymiz. Odam va
odamni asos qilgan jonliqlar bilan tashqi muhit o'tirsa qandoq organik yoki garmonik munosabat bor. Mush munosabatni tadqiq qilgan fanni biz ekologiya deb ataymiz. Ekologiya ilmining bir alayligi, o bir yumshoq fan. Qandaqdir masalan sanoat fanlariga o'xshash, fizik ximiyaga o'xshash bir avtomobilni, bir qo'l soatini yasab jo'zga ochgan bo'lsakmi, biz hukumat siyosat belgilovchi munosabatli o'rinlarga tegishli fikrimizni deyish orqali tabiatda qandaq normalsizliklar ko'rilyapti. Qandaq qilsak bundan keyingi sijil taraqqiyotni texnik yaxshi olib boramiz deganda ba'zi bir fikr talablarni o'tirib qo'yish orqali ko'p pul xarjlaydigan ishni az pul bilan hal qilish orqali ko'p iqtisodni tejab qilish bu sohada bu ekologlarning o'ylaydigan roli nihoyat ko'p. Demak, sizniki bayoningizda shu narsa aniq bo'ldiki, siz demak tabiatning doktori ekansiz, ha? Shunday desam bo'ldi ekan. Siz bizning tabiatimizni davolash uchun izchil izlanyapsiz. Mushu yaqinqi mezgillarda balkim bizning muhitimizda, ekologiyamizda, ekologiya tunishimizda xeyli ilgirlash bo'ldi deymi? Şinjan ekologiyasining hozirgi ahvolini ikki suratni o'zaro selishtiruv qilish orqali nihoyat jonliq yorqin yo'ritib bo'ldi. Mana bu ekran qarab turibsizlar. Şinjan ekologiyasi faqat nihoyat ko'p xizmatlar orqali hozir nihoyat ko'p yaxshilanishlar bo'lyapti. Masalan, bu o'ng tarafdagi surat shaharlarimiz nihoyat chiroyli qilishyapti. Yashash muhitimiz yeşillashyapti. Lekin bu yeşillashning oqida yana bir nacharlish bor yoki chekinish bor. Bu bo'lsa-mu bo'stonliqning sirtidagi ekologik muhitdan eg'ir chekinishsiz bo'lib, masalan bu to'g'raq o'rmonlarimiz eg'ir darajada chekinib ketdi. Garchi bizning kurdig'ini emas, o'zimiz yashayotgan mushu muhitga yoki shahar muhitidagi ba'zi bir yaxshilanishni ko'proq ko'ramiz, lekin bu bo'stonliqning shahrining atrofida qanday chekinish bo'lyapti, bu vaqtga tushunishimiz nisbatan az bo'lyapti. Mana bu ikki rasmni o'zaro selishtirish orqali Şinjanning ekologiyasida hukumat sog'am mablag' va yoki har xil qonun farmonlar bilan nihoyat ko'plagan ishlar bo'lyapti. Iqtisod yukselyapti, muhitmi paydan-pay yaxshilanyapti. Lekin bu yaxshilanish qismanlik, ya'ni ko'plagan buzilish masalalari nihoyat og'ir. Demak, sizniki bayoningizni biz bir narsani his qilamiz. Meningcha insoniyat bu ziddiyatdan mangu qutulamaydi. Manfaat bilan qo'g'dash o'tirishsiz ziddiyat. To'g'ri. Bu masalalarga javob tepish va bu masalalarga eng ilmiy bo'lgan yo'sinda qarash tadqiqotlarning eng oxirgi natijasi. Endi mushu ideyaniki yakuni sizning tadqiqot natijangiz. Shunga bugun sizniki hayot kechirmishlaringizni va tadqiqot jarayonlaringizni bilish suhbatimizniki programmamizniki asosiy maqsadi. Undaqda sizniki mushu nutqingizni bir anglasak, bu orqali biz sizga va ekologiyaga bir tushuncha hosil qilsak, ha? Merhamet. Rahmat. Ben bayağı qisqacha deb o'tdim. O'z hayotimda sizlarga o'xshash shu o'qish hayotini boshdan kechirdim. Shu munosabat bilan men buni o'zimga ayon o'quvchilarga ko'p so'zlash, ish quyun, tash quyun bo'lish mening odam tarbiyalash, hozirgi o'qituvchilik hayotimning muhim bir xizmatlarining birisi. Endi bizning sizlarga yetkazib turganimiz qandaqdir tanlıq jurnallarda maqola e'lon qilishlar emas. O'zimizning ziyoli tuyg'usi bilan avlodlarga ba'zi bir yangi o'qimlarni tushuntirish va sizlar orqali texnik ko'p ammoga rayonimizning ekologik muhiti va bu vaqtdagi tadqiqot va ba'zi bir natijalarni namoyon qilish bizning burchimiz deb o'ylayman. Shu dunyodagi ekologik ko'zqarash, ekologiya madaniyati haqida qisqacha bilan o'rtoqlashishni ma'qul ko'rdim. Endi bizga ma'lum bu ekologiya degan uqum bay bir qisqacha deb ketdik. Tabiatning doktori degan uqum bilan o'zsin o'xshashmaydi. Biz tabiat dunyosidan qanday qilib ish quyun tash quyun bo'lsak, biz o'zimiz yashayotgan muhitda texnik afzal sharoitga erishalaymiz va tabiatni ko'p ziyon zahmatga uchratmaymiz. Mushu ikki masala o'tirisidagi munosabatni biz o'zimizning asosli mushu ilmning yoki ekologiya degan mushu ilmning asosiy tadqiqot mazmuni bo'ldi. Endi biz ekologiyaga haqida so'z ochganda oldi bilan butkul dunyo miqyosida hozir qanday ishlar bo'lyapti bu qisqa so'zlashga to'g'ri keldi. Masalan, buningda klimatning o'zgarish masalasi. Klimatning o'zgarishi qanday bir dunyoviy xarakterlik masala emas, bizning rayonimizdami nihoyat gavdalik. Masalan, Janubiy Shinjang, Shimoliy Shinjangdagi tabiiy hodisalarning tabiiy ba'zi bir ofatlarning bo'lishi hammasi shu klimatning o'zgarishi bilan zish munosabatli ahvollar. Masalan, Janubiy Shinjangdagi shu nihoyat
daim bo'lib turayotgan hozirgi nima chang tuzanliq havo rayi. Shaharlarimizni chiroyli qurib olamiz. Bina imoratlarimiz, qatnash asarlarimiz nəhayət yaxşı o'rlashgan. Lekin bizni nəhayət qiynayotgan bir tabiiy afat bor. Bu bo'lsa-mu Şinjan'da chang tuzang masalasini qanday bir taraf qilamiz. Bu mu shu hozirgi navbatga ekologiya ilmi javob berishga tegishli bir muhim masalalarning biri. Uningdan boshqa hamda rayonimizga tatbiqlab etilgan bo'lsak, shu insonlar faoliyatining ortiqcha, haddidan chekdan oshgan insonlar faoliyatining ta'sirida daryo ekologiyasining shu chekinishmi nəhayət gavdalik o'tdi. Men baydab o'tdim. Daryo ekologiyasi umuman insonlarning yashash va hayot kechirishida nəhayət muhim bo'lgan bir universal gavda. Har qanday bir bo'stonliq, mayli alayliq, Qashqar, Xotan, Aqsu yoki Urumchi yoki Shimoliy Shinjongdagi har qanday bo'stonliq Şinjan'da umuman ma'lum bir daryo bilan bevosita yoki vositalik holda beqingan bo'ldi. Biz ichadigan ichimlik suvi va boshqa sanoat va boshqa hamma ishlarga ketadigan suv nima? Umuman shu Igizta qarmuzlardan ergan suvning bir daryo eqinini shakllantirib, bo'stonlikka kirishini shakllantirdi. Endi biz bu belgi ko'lamdagi kichkina suvni qanday taqsimlaymiz? Yezgilikka dehqonchilik qanchalik suv bersak bo'ladi? Shahar va sanoatlashish qanchalik suv bersak bo'ladi? Hamda bizning muhitimizning qo'g'dilishida alohida rol o'ynaydigan ekologik, masalan, tabiiy o'rmonlar, buningga qanday suv bersak bo'ladi? Qanchalik suv bersak bo'ladi? Shu uch xil suvning tangshilishi bizning navbatdagi Şinjanning amaliyatiga nisbatan intayin muhim bo'lgan, nəhayət qiyin javob bermak qiyin bo'lgan shu ekologik savollarning biri. Hamda uningdan boshqa ekologiya haqida so'zlashga vaqtda yana biz oddiy qilib aytadigan bo'lsak, biz Igiz tog'idagi belgilik igizlikda o'sadigan qarg'ay shamshatni ko'tirib o'xshash bir turni shaharning ichiga tikib qo'ysak, bu ekologik qonuniyatga buyurmatlik qilgan bo'lamiz. Bu tabiatga maslachamaydi, yaxshi o'sanmaydi. O'sgan taqdirda buni qo'g'dash, buni parvish qilish, qilish uchun asldagi chiqimdan natijasi ko'p chiqim tortib ishlaymiz. Shu munosabat bilan men shu yaqinqi 25 yillik o'qituvchilik hayotimda bir tarafdan o'qitish ishlari bilan, yana bir tarafdan tadqiqot ishlari bilan shug'ullandim. Tadqiqotimiz bizning guruhimizning tadqiqoti umuman ikki cho'ng temaga markazlashgan. Birisi daryo ekologiyasi. Tarim daryosiga hukumat mushunchalik ko'p pul xarjlab suv quyibdi. Mushu har bir kub metr suv mayli Aqsudagi dehqonlarning suyini tijash orqali kelsin yoki Ko'rildagi Baying'ulungdagi shu dehqonlarning suyini tijash orqali kelgan bo'lsin, nəhayət qimmatli suvni tuvan iqimiga bekardan-bekar eqtiyotganning nima zaruriyati? Mushu suv oqqandan keyin zodi qanday ekologik natijalarni olib keldi. Mushu orqali qanchalik qum, bo'ron azaydi, qanchalik to'g'roq, yulg'un ko'kadi. Mushu narsa miqdorlik analiz qilish bizning tadqiqot yo'nalishimizning muhim bir tarafi. İkinchisi men baydab o'tgandek, chang tuzanliq avarayi bizning Janubiy Şinjandan tortib, hatto Urumchi, Shimoliy Şinjan, hatto bu Taklamakarning chang bo'ron qumlari Beijing va dengiz bo'yidagi bir qism shaharlarning beshini og'ritayotgan bir nəhayət muhim masala bo'lib qoldi. Mana shunday shahar muhitida biz qanday qilib turib insonlarning yoki bizning yashash muhitimizni texnik ekologik qurib chiqish orqali insonlarning yashash muhitini texnik yaxshilash haqida belgilik ilmiy qimmat yaxshilash shahar ekologiyasi bu sohada yana tadqiqot olib bordik. Bayman bir misolni deb o'tdim. Endi bizning daladagi tadqiqotimiz hargiz azoda, jafosiz bo'lmaydi. Aksincha qanday nəhayət jafoliq, nəhayət jiddiy olib berildi. Çünki bizning ko'pincha tadqiqotimiz o'simlik bilan hamda tabiat bilan bo'lgan munosabat bo'lganligi uchun biz umuman yozda mashg'ulot qilamiz. Bu jarayonda Tarim daryosining tuvan iqimida shu suvsiz muhitda nəhayət muhim rol o'ynayotgan to'g'roqni uzun mazgil kuzatdik, tadqiqildik. To'g'roqning shu 1 kvadrat metr doiradagi 5000 tubga yaqin to'g'roqni biz birdan kuzatib, zarmish to'g'roq bo'lmagan bo'lsa, davlatning 218 taş yo'li qumning ostida qolsa qanday qildik? Agar shu to'g'roq bo'lgandan keyin bu qumning ostida qilish qanchalik tizginlandi. Hamda hozir davlat yangidan qurayotgan, masalan, shu Ko'rildan Golmutga mangadigan temir yo'l
agar to'g'rak o'rmon yepinisi bo'lmagan ahvolasida hukumat bunga qanchalik ko'p pul xarjlash kerakdi deganga o'xshash ba'zi savollar bizning shu tadqiqotlarimiz orqali tadqiqot natijalarini asıl belgili darajada hukumat organlariga natija qilib yo'llandi. Undan boshqa shahar masalasini men bayda o'tdim. Shahar hammamizga ma'lum, insonlar eng yaxshi ko'rish, o'ltiraq qilishni yoqtirmaydigan, lekin hech kim bu yerdan ayrilib ketamaydigan bir magnit shaklidagi bir o'rin. Hammamiz shaharimizning muhiti nacharlashib ketdi, qatnash qisqan bo'lib ketdi, havosi bulg'unib ketdi. Deymiz o, hech kim shahardan jiroq yerga berib yashashni yaxshi turmaydi. Sabab nima? Bu yerda bayashat, ama avam bor, belgilik ijtimoiy iqtisod sharoit bor, yeşillik bor. Endi biz o'zimizning shu bundan keyingi tadqiqotida belgilik bir shaharning shu chang tuzang masalasini tadqiq qilishdan boshqa, ya'ni qatnash transport qanday bo'lsa bo'ladi. Masalan, g'arbda hozir moda bo'layotgan velosipedni bizning shaharlarimizga akilishning mumkinchiligi bormi yo'qmi? Bizning xalq qachon uyg'unib qatnash transport shu mashina setining o'rniga velosipedni tiklaydi. Bu haqda iznish, ya'ni bizning tadqiqotimizning ikkinchi bir bo'ligi. Bu ekologiya degan narsa gerçi söz chatdan kirsimi, bizning urf odatimizda ekologiyaning ba'zi bir ximiy turishlari bor. Biz tarixda uzun mezgil shu postalliklarda yashash jarayonida tabiat bilan ishqin tashqin bo'lib yashash mantiqasini urf odatimizda biz o'rgangan ham his qilgan. Shunlashqa bizning ko'plagan maqol tamsillarimiz bor, kitoblarimiz bor, ota-onalardan olgan ta'lim, tarbiyalarimiz bor. Buning hammasi bizning madaniyatimizda ekologiyaga, tabiatga hurmat qilish asosida tabiat bilan do'stlashish, hargiz dushmanlashmaslik haqida tarbiya hikmati bor narsalar ko'p bor. Endi buning hammasi nereden keldi degan vaqtda kichigimizdan tortib ekologik masalalarni to'g'ri analiz qilish, tabiatda bo'layotgan masalan suv ozlik, suv kamchilik bo'lganda nima qanday chora qilib qo'llansak bo'ldi. Bulg'ug'ich modlarni qanday bir taraf qilamiz yoki bulg'umuzni biz odatdagi oiladan boshlasak, masalan, suv isrofchiligini bir taraf qilish. Cho'ng ma'nodagi shahar bo'yicha ilib o'tgan vaqtimizda qanday qilgan vaqtida biz suv oz talab qilgan, iqtisodiy sarfiyoti oz bo'lgan shu usullar orqali shaharning taraqqiyotini yoki oilada biz qanday qilib o'zimizning urf odatini joriy qildirgan asosda shu kichik ishlardan boshlab o'zimizni shu tabiat bilan yoki tabiat bilan ekologik masalaga bo'lgan tunishimizni aydınlaştırib, tabiat bilan nima ishqin tashqin bo'lib yashash haqida tarbiyalash bizning muhim ishlarimizning biri. Endi men chet elda turish jarayonida shu g'arbliklarning bo'lib Germaniyaning shu toki yesli ma'rifdan tortib bolalarga qandaqdir müzik chalishni emas yoki chet el tilini o'rgatishni emas, kichikdan boshlab erkin tafakkur qilish, tabiat bilan o'zaro moslashish, qanday narsani qilsang bizga burun atalimiz xuddi yomon bo'ldi deb odati bilan o'rgatgan bo'lsa, bunimi Germaniyada shu muhit engini singdirishni, masalan, axlatlarni turga ayirish, oiladagi kichik ish, qarama-qarama kichik ish. Qaysi axlatni men qaysilik tashlash masalasi dan tortib, shu yesli ma'rifida inch qilib o'rgatish orqali bolalarning zehnini, bolalarning faoliyatini umuman ekologik yashash qarab yuzilayotgan ahvollarni o'rgandim. Undan boshqa Germaniyada tuvan karbonlik yashash. Bu nihoyatda moda bo'layotgan bir yashash usuli. Bu tuvan karbonlik yashash deganimiz umuman mumkin ba biz turmushimizda qatnash transport asarlarida bo'lsin, umuman hammamiz ayrim birdan mashinaga chiqib emas, mumkin ba ommaviy qatnashni rivojlantirish, mumkin ba velosiped bilan ish qilib berish, shunday oddiy usullar orqali kishilarning tuvan karbonlik yashash mumkin ba muhitga nisbatan besim keltirmaslik nuqtasini chiqish qilgan ba'zi ishlar menga ta'sir qilgan. Masalan, meni tarbiyalab o'stirgan professor bu yil 76 yosh kirdi. Teni sog'lom, hozirgacha uydan xizmatga velosiped bilan boradi. Bu bir mashinani elish qudrati yo'qmi? Unday emas. Bu necha mashina elish qudrati bor. Lekin buningdagi ang tabiat bilan ekologik chambarchas o'zaro ta'sir qilmaslik asosida yashash, bu bir uqum yoki bu bir yetaklayotgan bir ideya. Undan boshqa eng muhimi birisi o'zining badan sog'lomligini bilib berish, mushu orqali andikin karbon dioksidga o'xshash keraksiz gazlarning muhitga ta'siri azaysin deb umuman mushu velosiped bilan berib
ishga berib kelgan ahvolni hozir 76 yoshli odamlar izchil davomlashyapti. Hamma odam nima velosipedni ishga tashabbus qilmoqchi emas. Faqat mushu bir tama ko'l bo'ladiganga o'xshash hamma odam mushu ishqa belgilik darajada kuch chiqarsa, Urumchining havosining bulg'unishida belgilik bir to'yib qo'shgan bo'lamiz. Har bir uy o'zining aqlini turga ayirib, qayta foydalanılı bulduğunu bir, qayta foydalanılı bo'lmaydigani bir qilsa, shahar ma'muriyatining ba'zi chiqimini tejab, muhitni qo'g'dashga nisbatan belgilik ta'sir foydasi bor deb o'ylayman. Demakchi o'g'limiz, muhit qo'g'dash qandayki qo'rqishvar bo'lib qolsa bo'lmaydi. Buning nisbatan tarbiya eng muhim. Bo'libmi tarbiya bo'lgandimi, mushu yasli ma'rifidan tortib paydin-pay tutish intayin muhim halqa. Bu jihatda har qaysi oliy maktab o'quvchilarining bugungi amsakbatchilarning nihoyatda cho'ng roli bor deb qarayman. Şinjanның ekologiyasi haqida ba'zi tushunchalarni hosil qildik. Lekin ekologiyaning mohiyati boy aytgandek odam bilan tabiatning birlashgan holati menimcha ekologiyaning eng mukammal holati. Shuningdek oldi bilan biz o'zimizning psixik ekologiyamizni, ideya ekologiyamizni to'g'rilagan chog'da ondan tabiatga ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Bo'lmasa biz yana davomli tabiatning ustidan hukmronlik qilamiz deydigan ideya bo'lsa, bu chog'da chatoq chiqadi. Assalamu alaykum Ümit Malim. Ümit Malim mening magistr va doktor aspirant yetakchim. Ümit Malim bilan men uchrashib 8 yil bo'ldi. Bu jarayonda burun anglab baxmagan hikoyalarni birga angladik. Bayatin Malim leksiyalaringizni anglab mundaq bir savol kallam paydo bo'lib qoldi. Masalan, ekologiya degan bu uqum bizning bu rayonimizda intayin moda bo'ldi. Masalan, e'lon taxtalari qarasak, darslik kitoblarda va yoki medialarda biz doim ekologiyani qo'g'dash, muhit asrash, sijil taraqqiyot tabiat bilan inoq ittifoq o'tish, ekologik madaniyat degandek mushunga o'xshagan bir qator so'zlarni anglab turibmiz. Buningdan butun ommaning bu ishga intayin ko'ngil bo'layotganligini his qilamiz, lekin harakatga kelgan vaqtida muhit ini yoki ma'lum bir muhitga tutgan pozitsiya jihatda biz yana nurg'un kamchiliklar bor deb o'ylayman. Siz uzun muddat ichki davlat o'tirisida o'qitish va tadqiqot xizmati bilan shug'ullanyapsiz. Mush jarayonda germaniyaliklarning muhit engida qanday ilg'or taraflar va biz o'rganishga tegishli yoki biz shu muhit engini o'stirish jihatda qanday xizmatlarni ishlashimiz lozim deb o'ylaysiz? Rahmat. Meningcha masalan partiyaning 18-qurultayida ekologiya madaniyati o'sha partiyaning ba'zi nizomnomlariga kirishi davlatimizda bo'libmi rayonimizda yuqoridagi boshqarish tarmoqlaridan tortib butkul avomning ekologiya masalasiga bo'lgan bir tunishning bir ballaq yuqori ko'tarilganligining bir inkosi deb qarayman. Haqiqatan boya savol qo'yuvchi o'quvchimiz degandek, hozir ba'zilarimiz nihoyatda jiqishlar ekologiya cho'p ketdi. Ekologiya degan uqum o'zining doirasini hal qilib ketdi. Ekologik bino, ekologik ko'ngil etish so'rovlari, ekologik restoran, ekologik shahar. Endi buning zodi qanchalik qismi ekologik. Şu etilayotgan ekologik restoranda qanchalik tamoqlar jo'zida ishib qoladi. Bunchalik isrof bo'layotgan tamoqqa ketgan suv boyligi, diqqatning amgigi va boshqa narsalar qanchalik. Bu qanchalik ishib qolgan tamoq to'kilyapti. Buning inchki hisobotini qilish biz o'ylash tegishli masala. Men Germaniyadagilarning dunyoda mushundaq ilg'or mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jamiyat taraqqiy qilishayotgan bo'lsin, ilg'or o'rin turishni ikki nuqtaga yig'inchoqligini olgan. Birisi vaqt ko'z qarashi va tirishchanligi. Bu intayin muhim, hamda odam tirishmasa, olg'a intilmasa, harakatlantirish kuch bo'lmasa, jamiyatda, odamning o'zida, jamiyatda va ma'lum bir davlatda ilgirlash bo'lmaydi. Yana bir muhim narsa tejashlik va buzib chashmaslik mantiqasi. Bu Germaniyaliklarning kishigidan tortib cho'ng'icha singib ketgan bir muhim ideya. Ortiqcha ishga nisbatan buzib chechish, isrofxo'rlik nihoyatda az. Bu taki yesli ma'rifidan boshlab umlashib ketgan bir hadis bo'lg'achqa, oildimi, jamiyatdimi, shu tabiat bilan ishqin, tashqin bo'lib yashash mantiqasi bo'lg'achqa,
bu jihatda bizdan sal oldinroq mangdi deb o'ylayman. Lekin bizning mamlakatimizmi buning oxiri emas. Hozir sijil taraqqiyot so'zlanyapti. Atalmış sijil taraqqiyot boshqa narsa emas. Iqtisodning eshigiga kepilgan asosda jamiyati bayashat, inoq, ekologiyasi sog'lom bo'lgan taraqqiy qilishni biz sijil taraqqiyot deb ataymiz. Bizning davlatimizmi, bizning jamiyatimizmi cho'qim hozir inoq jamiyat barpo qilish cho'ng shuvari ostida iqtisodni yuksaltirish bilan birga ekologik muhitni qo'g'dash engini va odatdagi o'sha avomning tabiat bilan inoq o'tish shartiga engini yuqori ko'tarish sharti cho'qim buningki yaxshi xizmatlarni ishlaydi deb o'ylayman. Assalomu alaykum Ümit muallim. Ben Yolcay Xalmamad bo'laman. Mening sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, siz Şinjan Universitetining tunji qarar aspirant o'quvchi ekansiz. Siz shu vaqtda nima uchun taqsimot bo'yicha xizmat qilmay davomli o'qishni qalab qoldingiz? Mushu haqida qisqacha to'xtalib bergan bo'lsangiz. Ras bizning coğrafya kasbidan biz Şinjan Universiteti tunji qarar aspirant qabul qilishda shu baxt yoki bir omad bizning üstümüzü kepti. Endi hakikaten şu vaqtda bizning yana qayta vaqt sizlarga o'xshash xizmatni o'zingizlar topadigan yo'q. Oliy maktabda herhalde yaxshi bitagandan keyin bizga hukumat xizmat biladi, xizmat sharoitimizmi batiya. Lekin men shu bir narsam kam qolgandek his qildim. Meningcha to'liq kurs o'quvchilarning nima aspirant o'quvchilarning bir mayatli farqi mustaqilligida ifodalanadi. To'liq kursdagi o'quvchilar umuman biz passiv holda o'qituvchilarning yetaklishi oldisida o'zimizni tarbiyalashtirishimiz. Aspirantlik mening nazarimda bir g'oya, chiqim o'rlab o'qishning bir baldigi deb o'yladim. Chunki aspirantlik o'qish yolg'iz o'qituvchilarning ishi emas. Cho'qim shu o'tqa, shu suvga sakrab kirgan o'quvchining alayda iqtidori, belgilik e'tiqodi, jafoga chidash irodasi deganga o'xshash mishlanasi bo'lish kerak. Men de o'yladim, shu aspirantlik o'qishni o'qish orqali o'zimni texnik yaxshi kuchaysam, cho'qim men undan keyin texnik yaxshiroq bo'lgan xizmatdan birini topa olishim mumkin deb. Shu munosabat bilan aspirantlikni o'qidik, aspirantlikni o'qib bo'lgandan keyin Şinjan Universiteti o'qituvchilik qilib qoldim. Umuman shu vaqtga umuman ideyam bilimga intilish yolg'iz shu to'liq kurslar emas, texnik yuqori o'rlab o'qish, aspirant o'qish mening bundan keyingi xizmat uchun texnik yaxshi sharoit hozirlaydi degan xiyol mening kallamga kelgan. Shunga shu bir fursatdan foydalanib, o'zimni texnik to'liqlab yetildirish uchun shu yo'lga mangan edim. Assalamu alaykum Ümit muallim. Ben Şinjan Üniversitesi'nin kelgan yoshlar vakili Ahmetcan. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, elimizda bir balbaq bir yo'l strategiyasi yo'l qo'yildi. Bu strategiyaning asosiy maqsadi elimiz bilan O'rta Osiyo, G'arb Osiyo va qo'shni davlatlar orasidagi savdo va madaniyat aloqasini kuchaytirish. Endi sizningcha shu strategiyaning rayonimizningki sijil taraqqiyoti va muhitni yaxshilash uchun qanday real ahamiyati bor? Rahmat. Yaxshi, bu savolni ahamiyatli savol deb qarayman. Meningcha Jungo hukumati yaqinqi 2-3 yil mobaynida bir balbaq, bir yo'l siyosatini yo'l qo'ydi. Hamda hammamizga ma'lum, Şinjan shu bir balbaq, bir yo'l o'tadigan muhim o'tanning toza halqliq yerga joylashgan. Hamda shunday bir muhim halqliq o'tanning o'zi cho'qim ekologiya jihatda naiti bexatar bo'lish kerak. Bu bexatarlik deganimizda masalan hech qanday bir kapitalist o'zining nait ko'p mablag'ini ko'tarib kelib, muhiti naiti nacharlashib ketayotgan yoki bundan keyin texnik yap nacharlash xavfi bo'lgan o'ringa mablag' sanmaydi. Mablag'ni jalb qilishda meningcha bu yashash muhiti, ekologik muhit, tog' daryolarimizning sog'lomligi bu naiti muhim rol tutadi. Shunlashqa meningcha Muşmen'den kılpet kalktı yalnız orla emas, shu Şinjan'daki her qaysi bostalıqlarning ekologik sağlamlık yoki sijil taraqqiyoti, muhitni qo'g'dash bilan bog'lanishlik, muhitni qo'g'dash texnik ko'p, sirtdan kirdigan,
shu kapitalni o'ziga jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa hammamizga ma'lum, hozir Xinjiangni markaz qilib, Jungoning shu O'rta Osiyo bozorlarini egallashda Xinjiangning jug'rafiyalik o'rni intayin muhim. Bu ya faqat shu material yetkazishga bir isklatli bo'lib qolmasdan, undan boshqa qatnash transport, madaniyat almashtirish, modda almashtirish qatorliqda muhim o'rin tutadi. Yaqinqi yillarda amanglar ehtimol anglagan bo'lishinglar mumkin. Jungo hukumati Pokistonning Karachi shahriga yaqinlash Gadava portni ishlatish huquqini setib oldi. Hamda mushagida Xinjiangdan o'tadigan cho'ng temir yo'lni yasayotdi. Mushu temir yo'lning yasalib shaga mal tushilish uchun bir ekologik muhit yaxshi bo'lgan, qum bo'ronlari az bo'lgan, yashash muhiti yaxshi bo'lgan bir Xinjiang zemini kerak. Mushu nuqtani qilib aytgan vaqtda umuman Xinjiang ekologiyasining, Xinjiang muhitining texmi sog'lom, yaxshi ravishda taraqqiy qilishi, iqtisodning ushqanday taraqqiy qilishi bilan birga muhitning nihoyatda sog'lom saqlanib qilishi Jungoning shu bir yo'l, bir balbaq siyosatining ijro qilinishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi deb qarayman. Assalomu alaykum Umid muallim. Anlaşımca siz özünüzün aspirantlık ilmi maqalınızı mana shu nilqidagi bir Xanzu asalchining o'yisida yozib tamomlabsiz. Ammo mening bilishimcha endi bu aspirantlık ilmi maqolasini döv kitoblar orasida yoki bo'lmasa hamma aslari to'liq bo'lgan mana shu tajribaxonlarda yozuv deb o'ylayman, ham shundan bo'lishi kerak. Ammo sizning shu ishingizni bir tushuntirib bersangiz. Bu Ras mening aspirantlik maqolam shu vaqtdagi bizning dangliq Uyg'ur botanik alimi Mijit Xudavadi ma'lumning yetakchiligida Xinjiangning asal manbasi o'simliklaridan shu universal foydalanish haqida bo'lgan. Bay ehtimol men xato anglab qoldim yoki savol qo'yish taraf xato anglab qoldim. Men hamda bir Xanzu asalchining uyini ijaraga kelib maqolamni butunlay yozganim emas. Lekin haqiqatan men ashna bir asalchining uyida berib turib, 10 kun turib, mushu asal ishlab chiqarish jarayoni qanday bo'ldi ekan, o'zim amaliyotni o'tkazish orqali mushu asal manbai o'simliklarni bir tadqiqotni qilib chiqqan. Endi bu bir oddiy masala, oddiy hikoya. Lekin bu yerda bir narsani o'quvchilarga deb yozdi. Endi men to'liq kursga o'quvchilarga bunday ko'p praktika yoki tabiat bilan bo'lgan o'rganish bosqichi ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin bu aspirantlarga nisbatan bu o'zi tadqiqmoqchi bo'lgan masalani to'liq tunish, bu masalani amaliyotda bevosita bu masaladan amaliyotda to'qirishish, buni qanday bir taraf qilish masalasini amaliyotni o'tkazish menimcha aspirantlik o'qishning nihoyatda muhim bir bosqich deb o'ylayman. Har qanday bir aspirant maqolasi o'zi ishlanayotgan tema atrofida dali xizmat qilmasa, amaliyotga cho'nqur cho'kmasa, bu maqola cho'qim pichak bo'lib qoladi. Beg'izlik bo'lmay qoldi. Shunlashqa mening orqaysimiz shu naq maydondagi yoki televizor ko'rayotgan aspirantlik saviyasidagi shu o'quvchilarning din kutadigan umidim cho'qim biz o'zimizning o'rganish jarayonida amaliyotga cho'nqur cho'kishimiz, ba'zi kitobiy bilimlarni amaliyotni o'tkazishimiz, ba'zi qalbimizni o'tmagan ba'zi masalalarni amaliyotga tatbiqlashimiz, bu sizlarning buningdagi o'rlab o'qishingizda nihoyatda muhim bo'lgan, o'tmasanglar bo'lmaydigan bir muhim bir o'tkinchi mazmun deb qarayman. Ümit ma'lum yaxshimsiz. Men yoshlar vakili Abdug'ani bo'laman. Yaqinqi bir qancha yildan buyon chet elga chiqib o'qishni orzu qiladigan yoshlar bag'ansir ko'paymoqda. Buning ichida ba'zilari ota-onalarininki xohishi bilan va yoki ba'zilari o'zi yoqtirib chet elga chiqib o'qishni orzu qilib bordi. Masalan, yoshlarimizning orasida o'zininki tirishchanlik orqali o'qish mukofot puliga erishib, andan keyin chiqqan bolalar oz emas. Yana bir qismlari ko'p boshqalarninki bunday obro'y his qilib chet elga chiqishni orzu qiladigan yoshlar oz emas. Müşta meslik qarta siz hozirmish shu chet elga chiqishni orzu qiladigan yoshlar va shularningki ota-onalarga qanday taklif fikrlaringiz bor, qanday yurak so'zlaringiz bor, shuni anglab olgan bo'lsak. Rahmat. Rahmat.
Menimce bu savolga javob berish nisbatan ko'p kuch talab qilgan savol. Endi shuna bo'lsa men o'zimning tushunchasida bakay. Menimcha yoshlarda chet elga chiqib o'qish irodasi kelish menimcha bu bir ijobiy ko'z qarash deb o'ylayman. Bizda endi shu shahar ko'rgandan qo'rqitadigan bir maqol tamsil bor. Umuman o'zimiz sirtqa chiqib ko'rib bir narsani his qilib kelsak bu bir bilish. Lekin har qanday bir qizg'inlik bu cho'qim belgilik bir asos bo'lgandilar, sharoiti pishib yetilgandilar, u yaxshi natijaga erishalaydi. Qandaqdir o'zimizga tayyorlik puxta bo'lmay, kishilarning aytib bergan yoki oiladagi ota-onamizning to'xtasan o'qish bitagandan keyin xizmatsiz qalding, chatda ehtimol texmo yaxshi fursatlar bordi deb o'zimizning tayyorligi bo'sh holda chet elga chiqib qolsak, ehtimol ba'zi bir qiyinchiliklarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Bizde bir kino bo'lgan menimcha, mening bilishimcha, bu kinoning ismi Qo'rg'on, Hanzuchi Waiting degan kino. Buni Chen Daoming degan rolchi bosh rol olib chiqqan kino, endi sizlar bilamsizlar. Buningda bir so'z bor. Qo'rg'on ichidagilarning sirtqa chiqisi keladi, sirtdagilarning ichiga kirgisi keladi. Bu nimani tushuntirib deganda odamning hissiyoti har vaqt amaliyotdan ustun turdi. Hissiyot, talpinish har vaqt sizlarni kutayotgan amaliyotdan üstün turdu bu. Şunlaşqa, endi bu chatga chiqish bu hozir jamiyatimizda umumlashib qolgan bir qizg'inlik ekan. Men bu yerda so'g'aq so'z aytganim yo'q. Lekin sharoiti pishib yetilmagan. Bu sharoit deganimizda masalan til sharoiti. Eng oldi bilan o'ylashadiganimiz til sharoiti. Uningdan boshqa sizning psixikalik sharoitingiz. Zodi siz qanchalik jafoga bardosh qilib olasizsiz. Sizlar kutayotgan jafoga siz zodi chiqqandan keyin bardosh qilib olamsiz, biramamsiz. Onundan başka iqtisadi ketadigan şu selinme atanızın sizga samaşçı olan selinmesi zadi erzimdi, erzimemdi. Sizin vücudunuz arqali şu selingan chiqimdan ko'proq keyin sizga bir usul alalamsiz, alamamsiz. Şu masalani menimcha yoshlarga aytib, puxta o'ylash kerak deb o'ylayman. Menimcha sharoit pishib yetilmagan, hatto ba'zilari shu o'ttir maktab tutmagan akfalasiz chiqib ketib, u yerda ya ananing mehriga to'liq qolmagan, ya davlatning mehriga to'liq qolmagan, ya yurt makonining mehriga to'liq qolmagan. Bunda bo'lgandan keyin japa sizlarni ep ketadigan akfallar bo'ldi. Demakchi men bu yoshlarga deydiganim, chatga chiqib o'qish, mushu ideyaga kelish, til jihatdan, iqtisodiy jihatdan, psixik jihatdan va boshqa yana obyektiv sabablar tufaylidan cho'qim belgili darajada sharoit hozirlagan laga texim yaxshi natija olib keldi. Shunga qarg'ulash qilishdan sal saqlanib, cho'qim o'zingizlik sharoitni texim betish asosida andikin chatga chiqib o'qishni o'ylasanglar, men texim yaxshi natija bera mumkin deb o'ylayman. Evet, müəllim, yaxşımsınız? Ben Şinjan Pedagogik Üniversitesi'den geldim. Benim ismim Nesime Nesir'den. Ben özüm Ürümçi'de doğulup ösken. Hemimiz görüp duruptuk Ürümçi'nin hazırki şehirliş teraqqiyatına ait tez boğatıdı. Bırak bu jarayanda Ürümçi'nin ki muhitide mi nurgun meseleler görüldü. Bunun için hükümet kök asman kuruluşunu yolu koyup, ekologiyalik sicil teraqqiyatını ta'kidlab, muhit ve ekologiyani qo'g'dash uchun nurg'un mablag' soldi, kuch chiqadi. Bizning hozirgi yashash muhitimiz burunqiga qaraganda ko'p yaxshilandi. Endi mening sizdan so'ramoqchi bo'lganim, sizcha hozirgi Urumchininki asmini haqiqatan ko'kmi? Bo'lsa, muhit va ekologiya ilmiy nuqtasidan bir so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Rahmat. Ben gerçi bu timini məxsus tədqilğan bulmasam, özənin düşüncəsimdə də baxay. Hakikaten Ürümçi şəhəri yakınki 10 yıl mabeyinde şu kök asman kuruluşuna ait köp güç çıkardı, məbləğ saldı. Bu məbləğinin ünümü benim göz qarşımca xeyli yaxşı boldu, yaman emas dep qarayman. Yaxşılanışın bulunuşda iki nəsilli kurvaqlı buldu. Birisi şu yakınki 5 yıl mabeyinde menimce Ürümçi şəhərdəki yekil kurulmasına çok özgürlük oldu. Bunun hemimiz kömür qalaydık. Hem de kömürünün qalanğandaki qolulardan yoki
Şu torkullardan çıkartkan es, Ürümçi şehrinin bulgaraydıgan mühim bir bulgucu maddelerdi. Hazır bu kümürün ornuğa biz tabii gaz yakılgısı kılıp özgerdik. Burun biz bir öğünün ısınış için kışta 1000 yuan kaçlıgan bolsak, hazır tabii gaz yakılıkka vaktimizde 2500 yuan kaçlayımız. Asildikinin iş girmesi kıymetli diyen söz. Bu maksat ne mi degende, Ürümçinin havası sağlam, bolsun, kök asman kuruluşu texim yaxşı netice bersin dep qoyatımız. Lekin hükümet bunun için hakikaten gayret kilip, muşu sahada köp sermaye sevatıdı o. Ben bir yerden emin demeşti degende, umumen yakınki 10 yıllık izchil kurash jarayonida Ürümçinin havası da kısmen yaxshilanishlar bo'ldi. Gerçi biz degan xalqaroliq kök asman seviyesideki hava süpürge yetmesimi herhalde yıllık bulganan havanın sanı biraz azaydı, lekin naiti afsus kumborallık havarayı yani Ürümçi'de naiti devamlılık ketvatıdı. Bunun için bunun için ekologiylik noktadan Ürümçi şehrinin hava bulgunuştaki tabii sanat amilleri emas, özümüzün bir kısım yerlik örbatıdaki maslaşkan yeşillaştırış endisi arkalık havanı saplaştırış hakkında texim köp hizmetlerinin işlenişini ümit kılıma. Demek Ümit Xalq'nınki neçe 10 yılının yakı Germaniyada tatkan japaları. Andın Germaniyadan başlap Tarım deryasıga kirip bizning Taklimakanda tatkan japalarning hammasının çoqum bizning ekologiyamizda tegishlik roli ve kıymeti bor deb o'ylaymiz. Shundan birga Ümit Kamninki bugungi sahnada bizga so'zlab bergan barliq qarashlarining, tajribalarining bizning yoshlarimizningki o'rganishiga, olg'a besishiga va tadqiqot qilishiga nisbatan yani tegishli ahamiyati bor deb qaraymiz. Hem Ümit Kamninki bu xil ro'yining davomli bizning jamiyatimizga ta'sir ko'rsatishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonni ko'rishaylik.